This was not an issue either. This is an art gallery. Mana bugun biz Oltiariq tumanining 19-maktab boshlang'ich binosidamiz. Mana tuman, faqat tumanda, balki viloyatdagi eng mashhur o'qituvchilarni olib keldik. Ular bilan bugun suhbatlashamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz hamkasblar, aziz mehmonlar. Bizni maktabimizga xush kelibsiz. Biz mana shu boshqarma boshlig'imiz Sherzod Dolimov tomonidan tashkil etilgan Quva tumanidagi boshlang'ich ta'lim ustozlarini tanlovi juda bizga ma'qul keldi. Biz o'sha tanlovdan o'zimizga juda ko'p xulosalarni, chiroyli xulosalarni oldik. Ana shu tanlovlarni har bitta maktablarda o'tkazishini biz ham tarafdorimiz. Assalomu alaykum. Men Mo'minova Odinaxon, mana shu 19-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisiman. 35 yildan beri mana shu maktabda faoliyat yuritib kelyapman. Quva tumanida boshlang'ich ta'lim ustozlarini tanlovi juda chiroyli tashkil etilgan. Tanlovda barcha ustozlar darslarga puxta tayyorgarlik ko'rishgan. Darslar ilmiy jihatdan to'g'ri tashkillangan, to'g'ri metodlar asosida tanlangan. O'quvchilarda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga alohida e'tibor berilgan. Har bir dars tushunarli, ko'rgazmalar va AKT asosida tashkil etilgan. O'quvchilarning faolligi, guruhlarda ishlashiga juda katta e'tibor qaratilgan. O'qituvchilar juda kuchli tayyorgarlik ko'rishgan. Darslardan juda ko'p metodik tavsiyalar oldik. Buning uchun Quva tumani boshlang'ich ta'lim ustozlariga juda katta rahmatlar aytamiz. Assalomu alaykum ustozlar. Men 15-maktab boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi Sidiqova Dilso'z Baxtiyorova bo'laman. Mana shu Quva tumanida boshlang'ich ta'lim ustozlari o'rtasida tashkillangan tanlovni kuzatar ekanman. Bu tanlov tom ma'noda mahorat maktabi bo'lganiga amin bo'ldim. Bu tanlov juda ko'plab ustozlarni kashf qilgan desak adashmaymiz. Ko'plab mahoratli ustozlar yangi bilim berish yo'nalishlari, metodlari bilan o'rtoqlashishgan. Bu tanlovni har bitta ustozga ko'rishlarini tavsiya qilaman. Mana shu ustozlarni ko'rsatgan metodlaridan o'z darslarida foydalanishni tavsiya qilaman. Mana shunday tanlovlar kelajakda har bitta tumanda tashkillanishi kerak deb hisoblayman.